Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sotuvda 2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilimiz. Mashinamiz holatlari bilan tanishtirib o'taman. Mashinamiz holatlari juda yaxshi holatda ekan. 4 ta yumshoq, archa yumshoq balonlarda turibdi. Biron joyida kraskalari yo'q. Mashinamizga gazlar qo'yilgan, metan yangi pakrena gazlar qo'yilgan. Mana salon ko'rinishlari 2020 rul qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan. Probega keladigan bo'lsanglar 92.447 ming yurgan probega, halol probega. Mana ustiga borib ko'rsatishlaring mumkin. ABS abogriflari bor. Mana salon ko'rinishlari. Naqdyo avtokreditga ham chiqadi. Mashinamizni tan narxiga keladigan bo'lsanglar 125 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa pastdan nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqishlari mumkin. Barter xizmatlari ham bor. Kraskalari top-toza, o'zlaring uchun bemalol tekshirib olsalaring bo'ladi. Mashinamiz mana shu yerda miyatinachasi bor ekan, chizilgan. Mana shu yerdan chizilgan. Kraska septirilmagan, egasi septirmadim dedi. Mana shu holatda turibdi, toza. Keyin mana laboyida dars ketgan joyi bor. Mana sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana shu yerda dars ketgan joyi bor. Buni yo yangi qo'yib beramiz, kelishamiz buni. Qolgan ishlarim umuman yo'q. Hadoviy motorlarda motor golobkalari o'chirmagan. Naqdyo avtokreditga chiqadi. Bosh to'lovi $1300 bilan chiqibdi. Oylik to'lovi 3.865 ming so'mdan chiqadi. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga qiziq bo'lsa bemalol raqamimizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Gentra mexanika qidirib yurgan tanishlaringga tashlab qo'yinglar. Bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.